Assalomu alaykum. 20-asr o'zbek adabiyotidagi ayrim yangilanishlar Cho'lpon faoliyati bilan bog'liq. Ushbu risolada otashin shoir, iste'dodli adib Abdulhamid Cho'lponning hayoti va ijodi, xususan she'riyati hamda nasriy asarlari muhokama qilinadi. Abdulhamid Cho'lpon Andijonning Qoraterak mahallasida Sulaymonqul mulla Muhammad Yunus o'g'li xonadonida 1897-yilda dunyoga keldi. Uning otasi Sulaymon Bazzoz nomi bilan tanilgan savdogar, o'z davrining o'qimishli, olam ishlaridan xabardor, doim gazeta o'qib yuradigan, o'sha paytda jadidchilikka xayrixoh bo'lgan inson edi. Sadoi Farg'ona nomli jadid gazetasining Andijondagi vakili bo'lgan. Otasi o'g'lini zamon ilmlarini olishga harakat qildi. 1913-yildayoq turk tarixiga doir asarlarni o'qib chiqqanidan so'ngra Turk yurdi va sayra kabi turkchilik nashrlarini kuzatar ekan. Cho'lpon har kuni xususiy ruscha o'qir edi. Tatariston, Ozarbayjon, Hindistonda chiqadigan hamma gazeta va jurnallarni o'qir edi. Sulaymonqul Bazzoz o'g'lini ham savdo ishiga jalb qilmoqqa harakat qilgan. Gavjum joyda do'kon ochib bergan edi. Cho'lponning matbuotda chop etilgan ilk asari Sadoi Turkistonning 1914-yil 3-sonidan joy olgan Turkistonli qardoshlarimizga she'ridir. Shundan so'ng Sadoi Turkiston, Sadoi Farg'ona gazetalarida ko'plab adabiy, tanqidiy, publitsistik maqolalar e'lon qilindi. Ushbu gazetalar faoliyati to'xtagach, Turkistanskiy Golos gazetasi tahririyatida ish boshlagan. Cho'lpon 1917-yil fevral inqilobini zo'r quvonch bilan kutib oladi. Mitinglarda otashin nutq so'zlaydi. Demokratik yo'l bilan mustaqillik olish imkoni yuzaga kelayotganidan ruhlangan Cho'lpon saylov mavzusida doston ham yozib, unda o'z hammaslaklarining dasturini bayon qilgan. Keyin eski shahardagi bepul qiroatxonada nozir bo'lib ishlaydi. Muxtoriyatchilik harakatlarida faol qatnashgan, hammaslaklari bilan Turkistonning turli shaharlariga borib, targ'ibot ishlari bilan shug'ullangan. 1917-yildagi Hurriyat gazetasida Qafqoziyaga Farg'ona hay'atidan xatda mustamlakadan qutulish uchun har tarafda tarqalgan turklarning Turon bolalarining birlashishlari lozim deb tushuntiriladi. Rossiya imperiyasi tarkibidagi turkiy xalqlar birgalikda harakat qilsagina mustaqillikka erishishlari mumkin deb hisoblaganlar. 1917-yil 26-29-noyabrda Qo'qonda 4-Turkiston umummusulmon syezdi Turkiston muxtoriyatini e'lon qildi. Cho'lpon buni zo'r quvonch bilan qarshiladi. El bayrog'i gazetasida muxtoriyat gimni deyishga arzigulik Ozod Turk bayrami she'rini e'lon qildi. Cho'lpon Mohiruya ismli tatar qizga uylangan hamda 1917-yil Orenburgga kelin-kuyov birga jo'nab ketadi. U yerda Boshqirdiston hukumatini oyoqqa turg'azish ishida qatnashadi. 1918-yilda Boshqirdiston muxtoriyat hukumati tugatilib, bolsheviklar qo'liga o'tadi. Cho'lpon o'sha yildan Andijonda o'qituvchilik bilan shug'ullanadi. 1919-yilda u Andijon uyezd Maorif shubasida Farg'ona muzofoti turk muallimlar kursida ishlagan. 1919-yil noyabrda Toshkentda Ishtirokiy Yun gazetasi tahririyatida ishlaydi. 1919-21-yillar Rostaning Toshkent eski shahar bo'limiga rahbarlik qiladi. 20-yil Turon teatr direktori vazifasida ishlaydi. Shu vaqtda O'zbek ilmiy hay'ati raisi sifatida ham faoliyat olib borgan. 20-21-yillarda Buxoro axbori gazetasi muharriri, bir muddat Buxoro Jumhuriyati davlat nashriyoti mudiri, 23-yilda Andijonda Darxon gazetasi tahririyatida, 23-24-yillarda Farg'ona, Turkiston gazetalari muxbiri sifatida faoliyat yuritgan. Eng muhimi, shu ishlarni bajarish bilan birga badiiy ijoddan ham to'xtamagan. She'r, hikoya va maqolalari chop etilib, pyesalari sahnalashtirib turilgan. 20-yillarda Cho'lpon shoir sifatida shuhrat qozondi. Yangi o'zbek she'riyatining chinakam lideriga aylandi. Uning Uyg'onish, Buloqlar, Tong sirlari to'plamlari o'quvchilar tomonidan iliq kutib olindi. 1924-yilda Moskvadagi Stalin nomidagi o'zbek bilim yurti qoshida o'zbek drama studiyasi tashkil qilinishiga faol qatnashib, u yerda ham faoliyat yuritgan. U yerda ko'plab asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan, pyesalari sahnalashtirilgan, o'zbek tilida pyesalar yozgan. Ko'plab mashhur rus aktyorlari bilan hamkorlik qilgan. 27-31-yillar Samarqandda yashab, o'zbek davlat teatr truppasida adabiy emakdoshlik qildi. 27-28-yillarda Zarafshon gazetasida tahririyatida ham ishlagan. Cho'lponning o'z yurtiga qaytib kelishi bu yerdagi tanqidchilar tomonidan yomon kutib olindi. Qizil O'zbekiston gazetasida 1927-yilda Ayni olim Sharafiddinovning maqolasidan boshlandi. Shundan so'ng Toshbo'ron tobora avj oldi. Shoir ijodini tekshirish lozim, Cho'lpon boylar millatchi ziyolilarning mafkurasidir deya hukm chiqarishdi. Rasmiy doiralar ham bu qarashlarni yoqlaydi va qurultoydan haydab soldilar. Cho'lpon
o'shandayoq ma'nan o'ldirilgan edi. 1928-1934 yillar oralig'ida chiqqan matbuot nashrlarida Cho'lpon asarlari deyarli ko'rinmaydi. Sahna yuzini ko'rgan Mushtumzo'r, O'rtoq Qarshiboyev kabi pyesalaridan ham g'oyaviy nuqsonlar izlab topildi. Original asarlari bilan matbuotda qatnashish imkonidan mahrum etilgan Cho'lpon ko'proq tarjima sohasida ishladi. Turgenev, Chexov, Gorkiy va Andreyev kabi yozuvchilarning asarlarini tarjima qildi. 1931-yilda Fayzulla Xo'jayevning oldiga yordam so'rab boradi. U Toshkentdan Moskvaga vaqtincha borishni tavsiya qilib, mablag' ham beradi. 31-34-yillarda Ittifoq xalq komissiyalari sovetida tarjimon bo'lib ishladi. 1934-yil oxirida Toshkentga qaytib, Hamza teatrida, Mushtum va Guliston jurnallarida ishladi. 10 yil muttasil tuhmat va malomatlarga nishon bo'lib yashagan shoir 1938-yil 5-oktyabrda o'limga hukm qilinib, otib tashlandi. Keling, shoir ijodidan ba'zi misralarni keltiramiz. Kes so'zingni, ey qalam, bas buncha fidoying yetar. Ko'p baqirsang og'zingga toshlarni otgay bizni xalq. Ko'z oching, boqing har yon, qardoshlar qanday zamon, shodlikka to'ldi jahon, fido bu kunlarga jon. Oydin kechalarda ko'kka ko'z tikib, yorug' yulduzlardan sevgi kutdim men. Muhabbat osmonida go'zal cho'lpon edim do'stlar, quyoshning nuriga toqat qila olmay yerga botdim-ku. Ey tog'lari ko'klarga salom bergan zo'r o'lka, nima uchun boshingga qora bulut ko'lanka? Endi Cho'lponning hikmatli so'zlaridan keltiramiz. Xalq dengizdir, xalq to'lqindir, xalq kuchdir. Adabiyot yashasa, millat yashar. Ko'ngil boshqa narsa, yangilik qidiradir. Birovni axloqsiz deb so'kmasdan ilgari o'z vijdonimizga savol beraylikki, bizning o'zimizda axloq bormi? Keling do'stlar, Turkistonning gimni deyishga arzigulik Go'zal Turkiston qo'shig'ini ba'zi parchalarni keltiramiz. Go'zal Turkiston sangala bo'ldi. Go'zal Turkiston sangala bo'ldi. Sababi cheksiz gullaring so'ldi. Ha ha ha, gullaring so'ldi. Chamanlar barbod, qushlar ham faryod. Chamanlar barbod, qushlar ham faryod. Yammasi mahzun, bo'lmasmi bishod. Bo'lmasmi bishod. Bilmam uchun qushlar uchmas bog'chalaringda. Bog'chalaringda. Bilmam uchun qushlar uchmas bog'chalaringda. Qalbing uyg'onsin, bayrog'ingni qalbing uyg'onsin, qo'llik asorat barchasi yonsin, barchasi yonsin. Ko'r yangi davlat yollar urfansin. Ko'r yangi davlat yollar urfansin. O'sib Turkiston qadding ko'tarsin. Qadding ko'tarsin. Yayrab yashnab o'z vataning gul bog'larida, gul bog'larida. Yayrab yashnab o'z vataning